Bu Redmi Note 14. Qani ko'ramiz, nimasi bilan boshqalardan farq qiladi. Dizayni juda yengil va nozik, qo'lda ushlash uchun juda ham qulay. Bundan tashqari, kamera blogining ham ko'rinishi zamonaviy qilib ishlangan. 667 dyumli AMOLED ekran va 120 Hz yangilanish tezligi. Ranglar juda ham tabiiy, yorqinlik esa maksimal darajada chiroyli ko'rinadi. Bundan tashqari Instagram, YouTube, TikTok va bir qancha reelslarni ko'rish uchun juda ham smartfon ideal tanlov. 108 megapiksel kamera, kunduz ham kechasi ham sifat yomon emas. Stabilizatsiya oddiy, lekin narxi uchun ushbu smartfon yetarli. Protsessori kundalik foydalanish uchun yetarli, o'yinlar ham o'rtacha grafikada ishlaydi. Bundan tashqari, smartfonimiz PUBG Mobile o'yinida esa 45 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi. Smartfonimiz 5500 mAh katta batareya quvvatiga va bundan tashqari 33 voltlik supercharge texnologiyasiga ega. Ya'ni bu degani smartfonlarga bir necha soatlarda to'liq 100% zaryadlash mumkin degani. Do'stlar, smartfonimizning eng yaxshi tomonlaridan biri uning narxidir. Budjet segmenti ichida juda yaxshi muvozanat. Ekran, batareya, kamera hammasi ideal va smartfonni siz uchun bemalol tavsiya qila olaman. Xulosa qilib aytganda, Redmi Note 14 smartfonimiz kundalik foydalanuvchilar uchun juda ham ideal tanlov deb ayta olamiz. Agar smartfon narxi sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, video izohida narxlar bilan tanishib chiqishingiz mumkin yoki kommentarlarga plyus qoldirib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin yoki a'lo.saytimizga tashrif buyurib onlayn buyurtma qilishingiz ham mumkin.